Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Charchamayapsizlarmi? Hammalaringiz tinchmisizlar? Biz har doimgidek sizlar uchun ish faoliyatidamiz. Hammalaringiz kelayotgan Ramazon bilan barchalarimizni Alloh chiroyli qilib ro'zalar tushligimizni nasib qilsin. O'rtoqlar, mana sizlarga chidamli, baquvvat, o'lmas kashshesidan olib kelib qo'ydik. Mana toychoqning jinnisi. O'ta boshqacha o'zgachasi. Mana bort. Bundan tashqari orqasi ochiladi. Bu yoqqa bunisi ko'tariladi. Choli kampirlarga ham zo'r variant. Yosh bolalarni bog'chaga olib chiqishga ham, u ichiga qamoq olib ketaverasizlar. Chiqib ketolmaydi ichidan. Mana eshiklari, yosh katta odamlar ham chiqib tushishga qiynalmaydi. Bu tomi borlari ham bor. Agar tomi boridan kerak desanglar, lekin yozgi sezonga tom menimcha kerak emas. Faralari o'ta tiniq, turish seryozni. Mana yonishlari. Pavijniy, panijnisi bor, rishnoylari bor. Hamma taraflama mo'shni. O'rtoqlar, svetlar qanday yonadi? Pavorotlarni yoqib ko'rsatamiz bitta hozir. Orqasini olay desam, orqasiga sig'mas ekanman hozir. Mana orqasi ham yonib o'chyapti, ko'ryapsizlar. Xullaski komfort o'ziga yarasha. Bundan tashqari har doimgidek yana mana kolyaskalarimiz, mashinalarimiz, hadinoklarimiz hammasi tayyor. Dron kolyaskalarimiz ham bor. Kelaverasizlar o'rtoqlar, biz doimgidek Xudo xolasa ish faoliyatidamiz.